Bittada o'xshab chiqadigan shunaqa mazali, yumshoq bo'lgan qatiqli pirog tayyorlaymiz. Volidam yog'likkina qatiqlari bilan pirogimiz yana ham mazali bo'ladi. Idishga qatiqlarni solib bo'lgach, biroz changga soda qo'shib, yaxshilab miksir qilib olamiz. Miksir qilib bo'lgach, ozroq tindiramiz. Idishga 3 dona tuxumni chaqib, ustidan ozroq tuz qo'shamiz. Ketidan 1 stakan shakarimizni solib, yaxshilab miksir qilib olamiz. Keyin ustidan qatig'imizni qo'shib, yana miksir qilishni davom etamiz. Ustidan un hamda vanilin va razrixetilni qo'shib, yana miksir qilishni davom etamiz. Xamirimiz yaxshilab aralashib bo'lgach, ustidan biroz o'simlik yog'i hamda eritilgan margarinimizni qo'shib olamiz. Keyin biroz miksir qilib olamiz. Qoliplarimizni yaxshilab o'simlik yog'ida yog'lab chiqamiz. Keyin qoliplarimizga xamirlarimizni quyib bo'lgach, 160 gradusda 30 daqiqa pishirib olamiz. Qarabsizki, piroglarimiz shunaqa chiroyli bo'lib o'xshab chiqadi. Ustiga man saxarli pudradan foydalandim. Xohishga ko'ra krem, shokolad yoki jiledan ham bezatsa bo'ladi. Ortiqcha dabdabalarsiz hamda mazali bo'lgan pirogimiz tayyor. Men bu retseptni anchadan beri tayyorlab kelaman hamda sizlarga ham tavsiya qilaman. Tayyor piroglarimiz bilan bunaqa salqin ichimliklarimiz yana ham ishtahani ochadi. Videoyim hamda retseptim foydali bo'lgan bo'lsa, bittagina like tayyorlash degan umiddaman. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bundan qiziqarli videolar hamda retseptlar hali oldinda.